Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Namangan davlat texnika universitetida oliygoh kubogi tanlovi bo'lyapti. Bu yerda oliygohimizdagi innovator talabalarimiz o'zlarining ishlanmalari bilan qatnashishyapti. Oziq-ovqat texnologiyasi kafedrasining magistr talabalari o'zlarining ishlanmalari bilan qatnashishyapti. Mana bakalavr talabalarimiz turli xil innovatsion usulda olingan mahsulotlar o'zlarining mahsulotlari bilan qatnashishyapti. Mana efir moylari yo'nalish talabalarimiz ham o'zlarining ishlanmalari bilan qatnashishyapti. Oliygoh kubogining g'oliblariga 100 million so'm pul mukofoti tayinlangan. Hozir mana ekspertlarimiz birma-bir talabalarning ishlanmalari bilan tanishib, endi baho berishadi.